Xo'p, jinlar bekorchi emas. Doim sizga ilashib olib, sizni ishingizni to'sib, sizni qarzga tiqib yoki baxtiyoringizni to'sib, sog'lig'ingizga zarar yetkazib, ularda ham o'zini tirikchiligi, o'zini ishi, o'zini vazifasi bor. Xo'p, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda hamma chiqib o'zini qilayotgan ishidan maqtanyapti, topayotgan pulidan maqtanyapti. Mana u ishni qilsangiz zo'r bo'ladi. Hamma motivator bo'lib ketgan, maslahatgo'y bo'lib ketgan, hamma shunaqa ijtimoiy tarmoqdagi videolarni ko'rib, ba'zi bir insonlar noto'g'ri xayolga, noto'g'ri fikrga borishyapti. Bu qanday? Falonchini ishi ham zo'r yuryapti ekan, falon ishni qilyapti ekan, zo'r pul topyapti ekan. Falonchini ishi ham yuryapti ekan. Nimaga meni ishim yurmaydi? Shu menga jin tegib qolganmikan? Menga shu jinlar ishimga xalaqit qilyaptimikan? degan noto'g'ri tushunchaga borib qolyapti. Yo'q, bunday emas. Jinlar bekorchi emas, sizga ilashib olib, doim sizni orqangizdan poylab, ishingizni to'sib yurgani. Ularda ham o'zlari ishi, tirikchiligi, qiladigan vazifalari bor. Ana shu internetga, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, o'zini topayotgan puli bilan maqtanayotganlar, qilayotgan ishi bilan maqtanayotganlar, haqiqatda ishi yurayotgandir, topayotgandir, lekin ular doimo yorqin hayot tarzida emas, ularda hayoti ham. O'ziga yarasha ularda ham muammosi bor, ularda ham problemasi bor. Ishida oqsashlar bo'ladi. Bu tabiiy holat, faqat ijtimoiy tarmoqda bularni ko'rsatmaydi. Shuning uchun bu yolg'on dunyoga, ijtimoiy dunyoga aldanib qolmang.